Fortis klinikasi Hakim Sino gepatologiya markazi bilan 1,5 yildan beri hamkorlikda o'z ish faoliyatini olib boradi. Men Muhammad va Gulnora shu hamkorlikni koordinatori sifatida Hakim Sino filialida faoliyat olib boraman. Shu paytgacha biz 1000 ga yaqin bemorlarga o'z sog'ligini tiklashda Hindiston Respublikasiga borib o'z sog'ligini tiklab kelishga amaliy yordamni ko'rsatganmiz. Bemorlarga yana ham qulaylik yaratish maqsadida bizda onlayn konsultatsiyalar tashkil etilgan bepul. Shu yerda turib chet ellik mutaxassislarning fikrini bilish imkoniyati bor bemorlarimizga. Ko'p bemorlar juda ko'p bizda aholida jigar kasalliklariga chalingan bemorlarda baribir chet eldagi mutaxassislarning fikrini bilish istagi bo'ladi, albatta. Ularni qiziqtirgan savollari bo'ladi, chunki bu narsa jigar transplantatsiyasi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, albatta chet elda fikrini bilish muhim bo'ladi. Biz yana ham qulaylik yaratish maqsadida shu konsultatsiyalarni tashkil qilib beramiz. Agar bemorga jigar transplantatsiyasi tavsiya etilsa, yuridik shartnoma bilan, ya'ni qonuniy shartnoma asosida bemorni Hindiston davlatiga borib, shu Fortis klinikasida transplant amaliyotini o'tab kelishi uchun barcha shart-sharoitlarni professional komanda nimasida yaratib beramiz. Bu juda ham ko'p etaplardan iborat bu proseslar. Hammasida shu bemorlarga ko'makdosh bo'lib, qo'llab-quvvatlab turamiz va bu shartnoma doirasida bemorlarimiz transplant amaliyotini o'tab kelgandan keyin ham 1 yilgacha doimiy bizni reabilitatsiyamizda turishadi. Bu juda ham muhim. Chunki operatsiya jarayonlari yaxshi muvaffaqiyatli o'tgani bilan bemorlarda 1 yilgacha albatta kuzatuvda bo'lib turish juda ham muhim. Shuning uchun biz shartnomaga bu prosesni ham kiritganmiz. Juda ko'p bemorlar mamnun bizni xizmatlarimizdan. Eng asosiysi bu yerda masalan aholimiz o'rtasida shunaqa holatlar uchrab turadi. Aldanish. Masalan, Hindiston davlatiga transplant uchun borish bitta nima bo'lsa, u qanday tarzda borish, kim orqali borish, u nimalar kutadi u yerda bemorni, qanaqa holatda nima bo'ladi, hammasi nima desam bo'ladi. Bu mas'uliyat bilan yondashadigan jarayonlarda aholimizni o'rtasida aldanib qolish holatlari ham juda ko'p bo'ladi. Masalan, Hindistonga ketdi, kimdir masalan olib boraman dedi, nima qildi, u qonuniymi yoki qanaqa faoliyat olib boradi, bemorni olib borgandan keyin u yerda moddiy tomondan va ma'naviy tomondan aldanish, shunaqa sarsongarchilik, shunaqa holatlar ham uchrab turadi. Endi bunaqa qonuniy faoliyat bilan shug'ullanadigan nimalar bemorni u yoqda til bilmagani uchun foydalanadi. Masalan, tarjimonlari hind tarjimonlar bo'ladi, professional tarjimon emas. Masalan, ular o'zini manfaati yo'lida har qanaqasiga masalan 5000 lik narsani ko'proq summa qilib ko'rsatib, til bilmagandan foydalanish holatlari, shunda aldanib qolishlar ko'p bo'lishi mumkin. Shu endi bizni tarjimonlarimiz til bo'yicha oliy ma'lumotga ega. Shu vakansiyaga nima topshirgandan beri nima deydi, intervyu qilinadi, saralab olinadi. Masalan, 30 ta 40 ta topshirsa, vakansiya e'lon qilingan paytda shulardan saralab 2 ta 3 tasini tanlab olamiz. Tarjimonlarni shu jihatlariga ham e'tibor beramiz. Insoniylik, vijdonan yondashish. Bu ham bitta qulaylik. Nimaga desangiz, bemorlar, o'zbek bemorlar Hindistonda ham o'zbek tarjimonlarining xizmatidan bepul foydalanadi. Bemorni dardini doktorga yetkazib berish, ichidagi nimalarini, kechirayotgan og'riqlari, shu bemorligi haqida hamma savollariga to'liq yetarli javob olish uchun tarjimonlarni professional bo'lish kerak. Ularni yonida turib, his qilib, birgalikda bemorlar nima deydi, joniga oro kiradi-da, baribir. Tarjimonlarga juda ko'p narsa bog'liq. Juda ko'p narsa bog'liq. O'shaning uchun tarjimon tanlashda ham biz juda ham muhim jihatlarga e'tibor beramiz. Faqat til bilish emas.
juda ko'p jihatlari to'g'ri kelishi kerak. 3 oy sinov muddatida yurishadi, 3 oydan keyin sinov muddatidan o'tgandan keyin doimiy ishga qolishadi. Endi shunaqa holatlar ham uchrab turadi. Shartnoma qiladi biz bilan, yuridik shartnoma qilinadi. Keyin hamma proseslar, donor tayyorlash, viza masalalari, Hindistonga olib ketiladigan yuridik hujjatlar hammasi tayyor bo'ladi. Bilet ham даже olinadi. Keyin aldanib, o'sha paytda ham aldanib summasini arzon qilib beraman desa, ketib qolish holatlari ham bo'ladi. Lekin unaqa degani bilan ular juda katta summaga aldanishadi. Masalan, transplant paket ofitsialniy narxidan ancha arzon aytib olib ketgani bilan u yoqda boshqa tarafdan boshqa narsalarni vaj karson qilib pul to'latib, bu yoqdan o'shancha rasxodga tushiradi bemorni oilasi. Keyin biladi, afsus qiladi, lekin уже kech bo'ladi. Bizdan yordam so'rashadi. Biz ham qo'limizdan kelgancha vakolatimiz doirasida harakat qilamiz, lekin уже ancha nima deydi, yo'qotish qilgan bo'ladi. Shunaqa holatlar ko'p bo'lgani uchun bizda shu yuridik shartnoma bemorni va uni oilasini xavfsiz, qonuniy borib kelishini ta'minlanadi. Ham moddiy tomondan, ham ma'naviy tomondan ta'minlab beriladi huquqlari. Masalan, to'lovlar hammasi bank orqali ofitsialniy bo'ladi. Ortiqcha hech qaysi xodim pul talab qilishga yoki ortiqcha narsaga pul to'latishga haqqi yo'q. Bu mumkin emas. Agar shunaqa holatlar bo'lib qolsa, bemorning ahvoli og'ir bo'lib, shu transplant paketidan ortiqcha xarajat bo'ladigan bo'lsa, davolanib turish, shunaqa holatlar uchrab qolsa, o'shanda ham gruppa поддержка qiladi. Masalan, maksimalniy chegirmalar qilib berishi mumkin. Qo'shimcha xarajatlardan ham chegirma qilib, amaliy yordamlar ko'rsatiladi. Bemorning ijtimoiy holati inobatga olinadi albatta. Shunaqa holatlar endi 100 tadan bo'lishi mumkin, 5-6 ta bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda doim ko'mak berib kelganmiz. Qolganlar qanaqa qilib o'ldiradi mashinliklar? Endi ular masalan, например, birorta qo'shimcha analiz doktor masalan tibbiy protokol borda, o'sha tibbiy protokoldan tashqari analiz topshirtirishga yoki qanaqadir to'lov qildirishga hech kimda nimasi yo'q. Ularni nimasi doktor aytmasa ham bo'lar bo'lmas analizlarga topshirtirishi mumkin. Boshqa bir apparatga tushish uchun to'lovni bemorning qo'lidan o'zi naqd holda olib, men to'ladim deb shunaqa aldov yo'llari, ularda unaqa aldov yo'llari ko'p bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlardan aldanib qolganlar, juda ko'p summaga tushib qolganlar ham ko'p uchraydi. Bu ham mayli. Keyin operatsiyadan keyingi 1 yillik reabilitatsiya bemorning keyingi hayotida juda muhim o'rin tutadi. Transplant bo'lgan bemorlar immunosupressant dori vositalarini doimiy qabul qilib yurish kerak umrbod. 1 yil davomida organizm shu yangi jigarga moslashish davri deymizmi, shu jarayonda bu doza, masalan o'sha dorining dozasi organizmga qarab o'zgarib turadi-da. U qon tahlillariga qaraladi, boshqa parhez bor bemorning nimasida 1 yillik. O'sha jarayonlardan yaxshi o'tib olish uchun albatta mutaxassis nazoratida 1 yilgacha turishlari kerak. Bizda bu qulaylik ham yaratilgan. Bemalol borib kelgandan keyin 3 ish kunida yana ro'yxatdan o'tadi. Alohida xodimlar transplantdan qaytgan bemorlarni reabilitatsiyasi mas'uliyatli xodimlar tomonidan olib boriladi. Fortis klinikasi bilan hamkorlik boshlangandan beri 1000 ga yaqin bemorlarga o'z sog'ligini tiklab kelishi uchun amaliy yordamlar ko'rsatganmiz. Natijalar juda ham yaxshi. Masalan, hozirgacha bemorlarimiz o'zini savollari bilan 1 yildan oshib ketsa ham o'zining savollari bo'lsa bemalol murojaat qilishi mumkin. Shartnoma bo'yicha 1 yil deyilgan bilan, lekin doimiy biz har doim ochiqmiz bemorlar uchun. Xohlagan paytlarida bog'lanishib, o'zini qiziqtirgan savollari bo'lsa, dieta to'g'risidami yoki sog'ligi to'g'risidami, boshqa masaladanmi bemalol murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Juda ham ko'p jigar muammosi bilan o'rganlar, chunki bizni o'zimiz ham davlatimizda ham qilinadi transplantatsiya. Lekin baribir bemorlar nima deydi, chet elda qildirishni tanlashi mumkin-da.
o'zi oilaviy kelishib yo O'zbekistonda qildiramiz yoki chet davlatda qildiramiz dedi. Agar o'zlari oilaviy maslahat qilib bizga murojaat qilsa, biz yo Hindistonda qildirmoqchimiz shu operatsiyani desa, biz doim tayyormiz amaliy yordam ko'rsatishga, shu jarayonlarda doimiy ko'mak berishga. Keyin donor tayyorlash masalalari ham bor bu yerda. U yoqda donor tushmasdan bemorlar ortiqcha sarf xarajatga tushib qolish holatlari ham uchrab turadi. Chunki bu yerda donorni biz tekshirib, tayyorlab jo'natmasak, u yoqqa borgandan keyin donorning sog'ligida operatsiyaga qarshi ko'rsatmalar chiqib qolishi mumkin, sog'ligida muammolar uchrab qolsa, donor bo'la olmaydi deb qaytariladi. Yana yangi donor topish kerak, shunaqa holatlar ham uchrab turadi. O'shaning uchun bizda hamma narsa sistema qilingan. Birinchi bemor murojaat qilgandan boshlab donor moslash jarayoni bo'ladi. Birinchi o'rinda donor moslangandan keyin, tasdiqlangandan keyin ikkinchi etap shu viza masalalari va Hindistonga olib ketiladigan yuridik hujjatlarni tarjimasi, shu masalalar. Uchinchi o'rinda keyin уже bilet olib uchib ketish bo'ladi. Keyin bu shartnoma 3 tomonlama bo'lgani uchun Hindiston, O'zbekiston va bemor o'rtasida uchib ketdi. Aeroportdan ikkinchi komanda u yoqda уже ishi boshlanadi. Bizdan uchib ketgandan keyin kutib olish, bepul transfer, logistika xodimi, tarjimon ajratiladi. Bemorning uchib kelish vaqtiga qarab u yerda aeroportda kutib olish. Keyin kutib olgandan keyin gostinitsaga borib taklif qilish gostinitsalarni bemor o'zi tanlagan nimani nomerni tanlab oladi, joylashtirish. Bolnitsa bilan klinika nimani gostinitsani o'rtasida transfer bepul ta'minlash, bepul tarjimon, o'zbek tarjimonlari bilan ta'minlash. U yerda transplant jarayonidan o'tib qaytib kelgungacha o'rtacha 2 oy bo'lsa bemor oilasi bilan haq-huquqlari yuridik tomondan xavfsizligi ta'minlangan holda shu jarayondan o'tib kelishi ta'minlanadi. Ma'naviy tomondan ham, moddiy tomondan ham huquqlari yuridik himoyada borib kelishi ta'minlanadi. Qaytib kelgandan keyin ham 1 yilgacha doim biz bilan birga.